Adabiy tilda yozish kerakmi yo ko'cha tilidami? Adabiy, xalq tilida. Menga deb yozaymi, manga deb yozaymi? Misol uchun men menga deb yozaman. Chaqalayapsiz, nasıl? Menga deb yozaman. Adabiy sheva deb yozaman. Menga deb yozgan ma'qul. Keyin biz mana qidirib O'zbekistonda ko'k choyni ko'p ichadi. Bu yerda deyarli ko'k choy ichmaydigan, faqat qora choy. Sababi iqlimi nam iqlim bo'lganligi uchun ko'k choy nam iqlimga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'sha qora choy ichishadi. 99.9% qora choy ichadi. Deyarli ko'k choy bu yerda yo'q. Faqat uning o'rniga suv, sok, mana bunaqa ayron, muzli ayronlar bor ekan. Xuddi shunaqa ayron ichishadi. Kardeşim, çay verin. Ha, işte. Hemen içeyim onu. Mayli, o'zim ichaman sekin. Deyarli ko'chada muloqot qilishlaringizda juda ana turk tilini bilmayman deb qiynalmaslik kerak, chunki deyarli bizni adabiy, haqiqiy oldin kitoblarda o'qigan tilimizga o'xshash. Misol uchun kardeşim, arkadaşım, bir ikkita qo'shimcha so'zlarni o'rganib olsangiz bo'ldi. Geliyorum, yetdim, gezdim. İstaymisiz deganlar, shuni xohlaysizmi? Choy ichasizmi? Choy istaysizmi deydi. O'rganib olsangiz bo'ldi. Mana hammasi degan so'zni ham happisi deydi ekan. U urushtirib o'rganib ketaverar ekansiz. Qancha, ne kadar qancha. Avtobuslar ham, tramvay, metrolarda ham hamma kartalar bor, faqat metroda adashib qolish ko'p ekan, chunki orientatsiya ola olmaysiz ekan metroda. Otobus deydi, xuddi o'sha metroni emas, avtobusda alohida yo'l ajratilgan, mashina yo'llaridan tashqari qulaylik yaratish uchun o'shalarda o'zi bekatlaringizni aytib turadi oldindan. Kartasi ham bor shu yerda o'zini. Ko'chada yuradigan biz avtobuslarda bular minibus deydi ekan. Minibuslarda unda o'sha kelgan ostanovkangizdan bitta ostanovka oldin qizilni bosishingiz kerak. O'sha ushlagichlarda stoplari bor. O'shanda avtobus to'xtaydi ekan. Bo'lmasa, odam bo'lmasa, itdan o'tib ketishi ham mumkin ekan. Shotda ayting. Necha pul? Hisob. Kassa. Javob ketaman. Shu javob. Hamma narsa bor ekan. Shu ham patik qo'ydimmi? Kitob ham, daftar ham beraman aka. To'g'ri, bizga o'xshab bular osh, chuchvara, mantilari bor, xamirli ovqatlar deyarli bor. Tandirda yopgan nonlar ba'zi bir joylarida bor ekan. Choyni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa rasmlarda ko'rardik-ku. Xuddi shuna qora choy. Bu qora choy bular o'tirgan bo'lsangiz, mana bunaqa shakarlari bor ekan. Shakarni solib, aralashtirib, qoshiqchasida o'tirar ekansiz. Alaykum assalom Murohim akam. Xudo xolasa 17:00 da albatta Telegram kanalimizni ko'ringlar. Shifoxonani o'zidan. Shifoxonaning nomi ham o'zimizning bobomiz nomiga qo'yilgan Beruniy xastaxonasi. Hali shifoxonani xastaxona deydigan, hech qanaqa qiyinchiliklari yo'q. Deyarli turkiy bo'lganimiz uchun tilimiz bir-birimizga o'xshash. Choy chekkan joylariga kelsangiz ham buyuring, nima istaysiz deydi. Tili biz biriga o'xshash. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q.
Mana biz aynan o yozuvni ko'rayotgan bo'lsalaring, Oybek aka teskari ko'rinyapti sizlarga. Oybek donor deb qo'yibdi. O'zimizda ham donorlar shu Turkiyadan olingan ekanda, endi biz juda aniq bilmaymiz-ku. Donor degan shunaqa so'zlar juda ko'p ekan deydi-da, shunaqa fast food ovqatlari. Hot dog, cheeseburger, hamburger juda ko'p. Yani to'g'ri bu biz yashayotgan dahada tandirdagi yopilayotgan nonlar yo'q, lekin biz qatlama deymiz. Mana bu lavash xamiridan o'sha duxovkada qizdirib berar ekan, shunaqa nonni o'rnida shunaqa yeyishar ekan. Bular nonda aynan yemaydi ekan unchalik. Gulchehraxon Soliha qiz yaxshimi deganingizga tushunmadim. Imonni Turkiyada qiziqtirgan savollaring bo'lsa bersalaring, o'zimiz ko'rgan holatda o'sha javob berishga harakat qilamiz. Misol uchun bu yerda biz yashayotgan joyda bir 30 tacha mana ko'rsataman. O ana hammasi mana shular etajda pastlari ham, o orqa taraflari ham hammasi ovqatlanadigan joylar. O kechqurun 11-12 gacha ishlaydi. Lekin meni qiziqtirgan narsa, bizda bunaqa joylarda aptekalar bo'ladi. Misol uchun 10 ta market yo ovqatlanadigan joy bo'lsa, ichida albatta 2 ta apteka bo'ladi. Bu aptekalar deyarli bu yerda bizga nisbatan 2 barobar kam ko'rdik biz. Balkim bordir boshqa joylarda-yu, lekin aynan bizda shunaqa ovqatlanayotgan joylarda ham kamida 3 ta 4 ta apteka bo'ladi. Bu yerda bir dona apteka bor mana shu biz yashayotgan shaharchada, lekin 40 tadan oshiq market, ovqatlanayotgan joylar bor. Qozonda ovqat qilmaydi bular, hali o'zimizda hot dog, lavashlarda go'shtlar pishirilayotgan piltada qilib pishiradi-yu, lekin aptekalar deyarli ko'rmadik. O'xshatdingiz. O'rta Osiyoliklar o'zi hammasi bir-biriga o'xshaydi-da. Chunki biz bozorlarga borsak, ko'chalarga borsak, biz O'rta Osiyodan kelganda ruscha gapiryapti turk qardoshlarimiz. Xuddi biz boshqa millat, yer vakillarini yuziga qarab ajratib olganda, bular ham shunday yuzimizga qarab oq badanmi, bug'doy rangligimizni ko'rib ruscha gapirishni boshlayapti. Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston deb gapirishni boshlaydi. Yo biz O'zbekistonda hammamiz deymiz, aytmasimiz deymiz. O deydi. Samarqand, Buxoro deydi. O evet deymiz. Evet degani shunaqa tashakkur, minnatdorchilik ma'nosida ekan. Yana bir so'zlarni o'rganib olganmiz. Biz birmiz deymiz. Birmiz, qanimiz bir, joyimiz bir deymiz. Lekin mol go'shili ovqatlar qimmat ekan haqiqatda. Bitta qiyma shashligi 180 lira bo'lyapti. Shunda 180 lira bo'lsa, 10 dan biri yarmi. 12 dollar, 6 dollar. 5 dollarga to'g'ri kelyapti. 5 dollar bizda 50 ming 60 mingga to'g'ri kelyapti bitta shashligi. Aynan mol go'shti, qo'y go'shti qimmat ekan. Tovuq go'shtiga nisbatan 4 barobar arzon ekan. Ya'ni 15 mana shunaqa 15 minglarga mol go'shtiga to'ygandan ko'ra 15 mingga tovuq go'shtiga bular to'yar ekan. Xuddi shu miqdordagi mol go'shti 60 minglarga, masalan, bir shashligingiz, qiyma shashligingiz 60 ming ekan. Xuddi o'shaning o'rniga bular 15 ming, 10 minglik shu tovuq go'shtini ko'p iste'mol qilishar ekan, juda ko'p iste'mol qilishar ekan. Guruchga, parga pishirib, shu tovuq go'shtining ustiga maydalab berar ekan. Guruch ustiga ichida ana no'xatlari ham bor.
Shunaqa narsani juda ko'p yeyishar ekan bular. Umarova, çok teşekkürler, hoş gördük. Keyin shifoxonalarni yaxshi tarafi taomlari ma'qul. Bizda bu yerda boshda ozgina qiynaldik, keyin O'zbekistondan kelgan insonlarimiz bizni Telegramlar, Instagramimizni kuzatib yurib, gaplashib, ko'rishib oldik. Bizni mehmon qildi, uyga osh qilib berdi. Xudo xolasa juma kunlari yana chaqirgan. Toshkentlik ekan. Osh qilib beradi, hammamiz boramiz. 5 ta doktor kelganmiz. O'sha yerga borib osh yeb kelamiz, xudo xolasa. Kelganimizdan beri o'sha yerda Oqsaroy degan joy bor ekan. Yerda o'zbek milliy taomlari ham ko'p ekan. Istoriyamizda ko'rsatdik. O'sha o'zbek milliy taomlarda osh yeb, sal o'zimizda joyida ovqat yeganday bo'ldik. Lekin aynan turk xalqini mahalliy ovqati, ya'ni gamburgenlari, mana bu tovuq, guruch ovqatlari bizga deyarli to'g'ri kelmadi ular. Choyda birinchisi tugadi, ikkinchisiga o'tyapman endi. Sizlar bilan hali ko'p gaplashamiz. Mana turk choy, qahva emas bu, qora choy. Qora choy. Yana nima deb qora choy deb nomini? Qora choy. Pamel. Haqiqatda taomlari parhez bor. Lekin biz organizmimizga parhez taomi hozir to'g'ri kelmaydi, chunki erkaklar ko'p energiyani sarflagani uchun hammamiz deyarli erkak kishi kelganmiz 5 ta. Bizga parhez taom ozgina yoqmayapti. Lekin mana shu tovuq go'shtini yegan joylarda ham ko'rdik. Haqiqatda o'sha tovuq go'shtini o'zimizda yetishtirishi, tayyorlashi bir xil, ichida gormon bor. Shuning uchun hali xom semiz deymiz-ku, allergikni bo'ladi. Xuddi shunaqa ovqatlanish tartibi buzilgan. Guruchlarni yesangiz haqiqatda parhez taom bo'ladi. Salatni ko'p yeydigan bular. Karam, sabzi, qizilcha, keyin kecha ko'rdik, jandoq deydi bizda. O'shandan ham salatlar qilib qo'ygan. Achchiqlari ham bor har xil. Bu choy haqiqatda qora choyda ham qop-qorasi bo'lganligi uchun biz shakar solmasdan icholmayapmiz. Shuning uchun mana bunaqa choyxonalarda idishlarda tayyor bunaqa shakarchalari bor mana paketchada. Xuddi shundan bitta urib yuboramizda, keyin bemalol ichsangiz bo'ladi. Biz endi ko'k choy ichib o'rganganimizga bu choylar ozgina bizga tushunlik qilyapti. Choy ichish ayni lekin. Faqat choyda bular bilan bir xil ichyapmiz, biz chekmaymiz-ku. Bular juda ko'p chekishar ekan lekin. Oho. Yeyishar ekan, chekishmaydi ekan, sigaretni yeyishar ekan bular. Men bugun bu yerda ovqatdan ko'nglim chiqmadi. O'sha o'zbekistonliklarga borib go'sht qovurtirib yeb keldim. Kechqurun ham yedim, ertalab ham yeb keldim. Juma kuni ham borib yeymiz, ko'rsatamiz sizlarga. Semizotlar ko'rmadim, lekin kecha dengizning bo'yida baliq, hali bunaqa chig'anoqli, qalpoqli mollyuska deymizmi biz? Shunaqalar bor ekan, ichiga limonni suvini qisib yeyishar ekan. Men ko'rib yana og'zimga solsam yeyolmay qolmay deb yemadim. Omma joyida edim, hamma joyida. Uyalib qolmaydi deb yeyolmay qolsam deb. Bitta olamanda 10 lira ekan. 10 lirani olib uyda yeb ko'ramanda, yo'qsa keyin sizlarga istoriya qilib qo'yib beraman shu borib yeb. Aynan o'sha dengizda bo'yiga, Istanbulda boshqa dengizi bo'lmagan joylardan ham kelib, o'sha baliq, aynan o'sha qisqichbaqami? Qisqichbaqa ham bor, bunaqa shoxi bor.
qisqichbaqa ham bor, bunaqa mollyuska ham bor, qalpoqlari, dengiz toshlariga o'xshagan bor, shunaqalari ham bor. Ichiga limon qo'shib yeydi. Faqat uyalib qolmay, mazasi menga yoqmasa deb yemadi buni. Yo, semizotlar ko'rmadik biz hali, lekin achchiq bo'lsin deb aytganda cho'yda. Ha, choyda cho'q achchiq. Cho'q go'zal, mazali. Anqara bizga ancha uzoq. 2 soat, 3 soatlik yo'l ekan. Shuning uchun u yoqqa borishga biz bu safar ulgurmaymiz. Xudo xolasa keyingi safar doktorlar bilan gaplashib ko'rishyapmiz. Keyingi safarlarimizda shu Anqaraga xudo xolasa boramiz. Media. Teşekkürler Umar ve teşekkürler. Allah qo'llasin, sog' bo'lin. Dilyor aka, Oybek akamning oshxonasida o'tiribmiz. Kiyma shashlikli joyimizda. Bizni sheriklarimiz qidiryapti, qayerdasizlar deb. Ularda hozir xirurglar kelganligi uchun jigar transplantatsiyasi bo'lyapti. Biz endi urolog bo'lganimiz uchun bizga jigar transplantatsiyasi juda unaqa muhim emas, tilamaylanmayapti sohamiz bo'lmaganligi uchun. Xudo xolasa urologik operatsiyalar bo'lsa biz chaqirishadi, kiramiz. Bu joy xususiy klinika. Pastda -6, ya'ni yer tagigacha -6 kovlanib, etaj qurilgan. -6 podvalda parkovka bor. Mashinalar hammasi shuda turadi. Tepasiga yana -8, +8 adashmasam. 14 qavat umumiy maydoni. Oybek akadamiz, Dilyor aka Oybek akada. Mana Elbek akam chet el bilan gaplashib, darsga o'tiribdi. Men onlayn translyatsiya qilyapman Instagramda, chunki hali soat 17:00 da O'zbekiston vaqti bilan Telegram kanalimizda onlayn translyatsiya bo'ladi. Shuning uchun Jahongir akam choy achchiqlik qildi-da, kallani olishib aylantirib yubordi chaqpalaq qilib. Jahongir akam bilan millamiz, Dilyor aka. Tibbiyotda yaxshi tarafi bularda 100% sug'urta ekan. Misol uchun siz sug'urtalangan bo'lsangiz, xuddi o'zimizdagi avtosug'urtaga o'xshagan yiliga pul to'laysiz. Sizga davlat shifoxonalarida davolanish bepul, o'zingizni o'chirtingizda borasiz. Operatsiyami, davolanishga borib, shu davlat shifoxonalarida qonuniy xastaxona deydi, qonuniy davlat xastaxonasi. Shu davlat byudjet shifoxonalarida davolanishingiz mumkin. Yo'q, men xususiyda davolanaman desangiz, xususiyga borib sug'urtangiz bo'lsa ham pul to'laysiz. Ma'lum bir xizmatlar uchun sug'urta amal qilar ekan, boshqa xizmatlarga baribir qo'shimcha pul to'lashga to'g'ri kelar ekan. Misol uchun davlat shifoxonalarida oddiy bolalarda moyak yuqorida joylashgan bo'ladi yoki suv yig'ilgan bo'ladi. Shuni operatsiya qildiraman desangiz, navbatga qo'yar ekan. Navbati 2, 3, 4 oy, 6 oyda kelishi mumkin. O'sha navbatni kutib operatsiya qildiraman desangiz, sizga o'sha davlat shifoxonasida bepul. Lekin yo'q, men kutmayman, men pulli qildiraman desangiz, unda xohlagan xususiy klinikangizga borib, o'sha yerda operatsiya qildirib davolatishingiz mumkin ekan. Davlat shifoxonalari bilan xususiy shifoxonalarda kelishuv shartnomalari bor ekan. Misol uchun bitta davlat shifoxonasidan siz Beruniga kelib shartnomasi bo'lsa, o'sha shifoxona bilan operatsiya qilib, ma'lum bir prosentiga sug'urta amal qiladi, ma'lum bir prosentini o'zingiz to'lashingiz mumkin. Lekin xususiy bilan o'rtada shartnoma yo'q bo'lsa, 100% siz operatsiya qildirib davolatar ekansiz. Bitta moyak tushirish, ya'ni o'sha suv bo'lsa, o'g'il bolada moyakdan suv olish operatsiyasi taxminan 1,5 ming, 2 ming dollar ekan. Xususiyda narxi, biz davlat shifoxonasiga bormadik, lekin sunnat qildirish 500 dollar ekan.
Sunnat qildirishlarda bizga yoqqan tarafi, misol uchun biz bugun keldi bemor, sunnat qildiraman dedi. Doktor belgilaydi ekan, albatta kelgan kuni emas, ertaga yo indingi kuni soat 2 ga kelgan, 3 ga kelganda belgilaydi ekan. O'sha sunnat qiladigan xonaga ota-onasi bemalol kirib, ko'rib, doktor bilan birga o'sha kesish jarayonini ko'rib, video qilib, endi bularda sunnat katta to'ydek hisoblanar ekan, xursandchilik ekan. O'sha bolani kesash jarayonlarini video syomka qilib, $500 shaqillatib to'lab, sekin bolani olib ketaverar ekan. Sunnat bularda katta bayram hisoblanar ekan. Kimgadir men fikrlarim yoqmasligi mumkin, lekin bu yerda misol uchun uylarda misol uchun qizlar bo'lsa, o'zbekistonlik qizlar bo'lsa, $1000 oyiga $1000 yoki $1200 ga ishlasa bo'lar ekan. O'sha ishlaydigan, ya'ni birovni uyida siz bolasiga qaraysiz, uyda ayollar ishini qilasiz, ovqatini qilib berasiz, kirini yuvib berasiz, uyini tozalaysiz. Ertalab 8 dan o'sha kechqurun 6 da kechki ovqatini tayyorlab ketar ekansiz. $1000, $1200 oylik berar ekan. Lekin unda ham kelayotganda o'sha o'zbeklar ozgina xatoga yo'l qo'yar ekan. O'zbeklar emas, umuman turistlar, shu O'rta Osiyolik, O'zbekistonning atrofidan kelayotganlar, keladiganingizda siz ishlashga kelyapmanmi yo o'qishga kelyapmanmi, uni aniqlab olish kerak ekan. Bu yerda ham o'qib, ham ishlayman desangiz bo'lmaydi ekan. Yo ishlashingiz kerak ekan, yo o'qishingiz kerak ekan. Keyin kelganingizda albatta men oldin pul topib Turkiyaga kelsam bo'ldi. Men 2-3 oy ishlab pul topib, keyin dokument qilaman desangiz, unga hech qanaqa odamning imkoniyati bo'lmas ekan. Chunki siz pul topib 2-3 oyda pul topganingizcha sizni muddatingiz tugab qolar ekan. 3 oyda sizni chiqarib yuborar ekan deport qilib. Bu yoqqa kelganingizdan keyin ham o'sha ma'lum bir pul bilan kelsangiz, endi aniq narxini bilmayman qancha dokument qilishdi. Siz ham ishlash jarayonida ham dokument qilsangiz, dokument qilishga ham 90 kun ketar ekan. O'sha 90 kun davomida siz ham dokumentingizni qilib olasiz. 90 kungacha. Chiqib ketmasdan o'sha yerda qonuniy yurish masalasini hal qilib olar ekansiz. Shunda $1000, $1200 oyiga olsangiz bo'lar ekan. Biz endi doktor sifatida o'rganadigan tarafimiz, xalqimiz to'liq tibbiy sug'urtaga o'tish kerak ekan. Bizda tibbiy sug'urta yo'q hali. Endi qadamma-qadam ketyapmiz. Shunda xalq bilan doktorlar o'rtasida kelishmovchiliklar, ya'ni tushunmovchiliklar, sun'iy to'siqlar kamayar ekan. Chunki bu yerda hech qanaqa ya'ni xalqimiz aytganda pora deydi, operatsiya qilib bering deb, menimcha beraman deb aytish yo'q ekan davlat shifoxonalarida. Xususiy shifoxonada bu o'sha kassaga to'lanar ekan, chek bilan. Mabodo yana kassadan tashqari doktorga beraman desa, uni yozma tarzda yozib, minnatdorchilik sifatida yozib pul beradigan bo'lsa, keyin berilar ekan. Shikolat, har xil sovg'ali nimalar bemalol berilishi mumkin ekan, lekin aynan pul qo'shimcha minnatdorchilik tariqasida beradigan bo'lsa, uni yozma tarzda berar ekan. Davlat shifoxonalarida hech qanday unaqa dehqonchasi aytganda pora olinmaydi ekan. Chunki bitta doktor bir kunda 10 ta bemorni ko'radimi? Bo'ldi, 11-sini umuman ko'rmaydi ekan. Keyingi kunga o'chirtga qolar ekan. Misol uchun bir kunda 2 ta operatsiya qilish kerakmi bitta doktor yo 4 ta operatsiya qilish kerakmi? O'sha kuni davlat shifoxonasi 4 ta operatsiya qiladi. Qolgan 10 ta bo'lsa ham o'sha o'chirtgi bilan keyingi navbatda qoldirilar ekan. Hech qanaqa pora bilan o'zgartirib bo'lmas ekan hammasini. Hammasi elektronli. O'sha shifoxonaga kirib kelganingizdan siz ID karta tushadi. O'sha ID karta gilavrashli xonasida ham, qorovulxonada ham, operatsiya xonada ham o'sha ID karta, o'sha bemorning ID kartasi turaverar ekan. O'sha elektronli kompyuterda yozib ketaverar ekan. Biz endi uni ko'rsatamiz desak, operatsiya xonalarida video qilishga ruxsat bermadi, shuning uchun ko'rsata olmadik uni. Biz O'zbekistonda davlat shifoxonasida ham ishlaymiz, xususiy klinikada ham ishlaymiz. Soat 11 gacha, ertalab 8 dan 11 gacha davlat shifoxonasida, Farg'ona viloyat bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasi urologiya bo'limida, 11 dan keyin
shanba yakshanba kuni ham operatsiya qilishimiz mumkin. Kompus Hospital klinikasida operatsiyalar bo'ladi. Soatlari bizdan 2 soat orqada ekan. Hozir bizda 12 dan 17 daqiqa o'tdi Turkiyada. O'zbekistonda adashmasam 14 dan 17 daqiqa o'tdi. Kelishimizdan maqsad ham o'sha O'zbekistonda tibbiyotda qanaqa o'zgarish qilsa bo'ladi, nimalarni o'rganib kela olasizlar deb jo'natgan bu yoqqa. Imkon qadar o'rganib, ko'rib yuribmiz, lekin ko'pchilik aytayapti, faqat aylanib yuribsizlar, aylangan videolarni qo'yyapsizlar deydi. Aylanib yuradigan joylarda video, foto olish taqiqlanmagan. Davlat shifoxonasiga kirsangiz, erta bemordan ruxsat olishingiz kerak, keyin rahbariyatdan ruxsat olishingiz kerak, doktordan so'rashingiz kerak. Ungacha mavzuni qiziqarli joyi o'tib ketib qoladi. Biz uni jonli tarzda video yoki foto ola olmay qolyapmiz. Shuning uchun o'sha doktorlar bilan tushgan hamma rasmlarimiz ham koridorlarda hech qanaqa bemorning oldida emas. Bo'lmasa butun Farg'ona viloyati uchun 15 o'rinli chaqaloqlar xirurgiyasi bor, misol uchun. Bir oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar xirurgiyasi 15 o'rinli. Bu yerda biz ishlayotgan xususiy klinikada 30 ta adashmasam 34 ta o'rinli. Yaxshi tarafi 34 ta bemor bolachaga bitta doktor. Bitta doktor, hamshirasi 3 ta bemorga bitta hamshira. Bizda shu taraflarni ozgina yo'lga qo'yish kerak. Endi hamma narsa pulga taqaladi, mablag'ga taqaladi. Lekin 30 ta kichkina muncha idishchalarda bolachalar yotibdi, 1 kilo, 1,5 kiloli chala tug'ilgan bolalar yotibdi. Bitta monitori bor. O'sha 30 ta bolani katta televizorda ko'rsatib turadi. Pulsi necha, davinasi necha, ya'ni nafas olishi, saturatsiyasi necha bitta kompyuterda kuzatib turadi. Hamma bemorning oldida bittadan xodim o'tirishi shart emas. Qaysidir o'zgarish bo'lyaptimi, o'sha kasalga borib yordam berishga moslashgan shifoxona. Endi unaqa apparatura, texnikalarni balkim bizda ham qachondir bo'lar 5-10 yildan keyin shu narsalarni ko'rib yuribmiz. Keyin davlat shifoxonalaridan biz bemorlar deyarli dori olish uchun amtaga chiqmas ekan. Shifoxonaning o'zida 95% hamma narsasi bor ekan. Masalan, perchatkang tugadi, shpris olib kel yoki bo'lmasa bitta dori olib kel, kapelniца olib kel, qo'liga yozib berish yo'q ekan. O'sha davlat shifoxonasimi, o'sha davlat shifoxonasi ichida hamma o'sha xizmatga ko'rsatiladigan, ketadigan dori-darmonlar bor ekan. Misol uchun uyda ichadigan og'riq qondiruvchi analginmi yo allergiyaga qarshi dimidrolmi bo'lsa, o'sha ambulator ichiladigan dorilari aptekada sotilar ekan. Statsionar davolanadigan dorilar retsept asosida berilar ekan. Qaysidir vrach o'sha retsept yozib, pechat urib bersa, o'shanda statsionarda kerak bo'ladigan dorilar buyurilar ekan. Xuddi bizga o'xshab issig'i chiqib qolsa yoki holsizlanib qolsa, glyukoza askarbinkani, deksametazonni ulab olgan bitta deb ular aptekadan olib ula olmas ekan. Uning uchun o'sha vrach hakim deylar ekan bularda. O'sha hakimni retsepti bo'lish shart ekan. Qiziqtirgan savollaring bo'lsa, bemalol bersalaring javob beramiz. To'g'ri, bularda texnika kuchli haqiqatda, tan olish kerak. Lekin bizda ham misol uchun 5-10 yildan keyin shu texnikalar bo'lar. O'shanga shunaqa takliflarni olib, har bir sohani o'zini kamchiligini, o'zini yutuqlarini mutaxassisi tushunadi degan maqsadda kelganmiz bu yoqqa. Chunki hozir ko'ryapmiz, ko'chalarda ham yer usti yo'llari, bo'lmasa
shunaqa yer usti yo'llarini biz Toshkentda yaqin 5 yilda qurildi. Mana hozir bu yerda barcha katta trassalardan o'tiladigan peshobodlar yerda emasda, yer ustidan ko'prik qilib o'tkazilgan. Bizda aytyapti, qariyalar qanaqa chiqadi, yer usti yo'liga charchab qoladi, unday deyapti. Lekin xavfsizlik ta'minlash uchun shunaqa yo'llar qilingan ekan. Bizdan farqli ravishda o'sha yer usti yo'llari 4 metr balandlik bo'lsa, nogironlarga va yosh kattalarga lift qo'yilgan ekan. O'shalar liftdan chiqar ekan. Qolgan sog'lom odamlar o'sha zinadan chiqib ketaverar ekan yer usti yo'llariga. Shunda trassalarda deyarli peshobod kesib o'tmagan, hammasi yer usti orqali o'tadi. Xudo xolasa sizlar bilan 17:00 da Telegram kanalimizda onlayn translyatsiyamizda ko'rishamiz. Bizni kuzatib boring. Imkon qadar sizlarga tibbiyotda xalqqa kerak bo'ladigan, xalq tushunadigan tarzda tushuntirib berish, ko'rsatib berishga harakat qilamiz azizlar. Maqsadimiz shu. Niyatimiz xolis, yaxshi niyatda kelganmiz. Shu niyatlarimizga erishishda, orzularimizdan ortig'iga erishishda Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. O'zingizda ehtiyot qiling. Bir narsani ko'rdim, Turkiyaga kelib, kasal bo'lmaslik kerak ekan. Kasal bo'lsa juda qiyin ekan. Bizda kasal bo'lib qolsangiz, shifoxonaga borsangiz, ukol qilib qo'ying deb endi odamgarchilik, to'g'ri, yomon doktorlar ham bordir, lekin 80% shifoxonada ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Bu yerda sug'urtangiz yo'q bo'lsa, короче, bayu sanaqa ishingiz hal bo'lmaydi, soqat o'laysiz. O'shaning uchun kasal bo'lganlar ham, misol uchun onkologiya, yana nima, buyrak a'zoni almashtirish kasalliklari juda katta pul to'lanar ekan. Iloyim shunaqa kunlarda hech kim boshiga solmasin. Topgan kunlaring yaxshi kunlarga, farzandlaringni orzu havasini ko'rishga yoki bo'lmasa mana shunaqa sayohat qilib dunyoni kezishga sarflansin, shunaqalardan buyurgan bo'lsin. O'zi payg'ambarimizdan ham so'ragan ekan, Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sayohat qiling, shunda boy bo'lasiz, dam olasiz degan ekan. Xo'p, sayohat qilib dam olishingiz mumkin, lekin qanaqa qilib boy bo'lamiz sayohat qilganda desa, o'sha sayohat qilganda o'sha rivojlangan yurtda bilimlarni olib kelganingizda siz orqangizdan pul keladi degan. O'sha sahobalarimizni fikrlariga, ko'rsatmalariga amal qilib biz ham yaxshi niyatda yuribmiz, lekin haqiqatda ko'p narsa o'rganyapmiz. Bir narsaga amin bo'ldik, bu yerda yurib, bu yerda 25 yoshgacha bolalarning kelishi sal noqulay ekan, chunki aynan 17-25 yoshlar jinsiy balog'atga yetish va o'sha o'tuvchi yosh hisoblanadi. Shunda bolalar ozgina o'qishdan chetga surilib, rohatga berilib ketish ehtimoli juda ko'p ekan. 20 yoshdan keyin o'zi oq-qorani tanib qoladi hamma. Qaysi ish to'g'ri, qaysi ish noto'g'ri, qaysi ish qilsam to'g'ri bo'ladi, qaysi qilsam noto'g'ri bo'lmaydi degan narsa o'zi ularda 25 yoshdan keyin ongida shakllanib qoladi. Mana shu yoshda kelsa yoshlar Turkiyaga juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Atak balog'at yoshidan 17 yoshdan kelsa ular yengil hayotga o'rganib ketish, chunki o'qish juda qiyin ekan. O'qishda misol uchun biz meditsina institutlarida biz 7 yil o'qiydigan bo'lsak, bolalar uchun keyin yana 3 yil ordinatura, magistratura o'taymiz. Bularda unaqa emas ekan. 6 yil kattalar ham bolalar bilan bir xil o'qitilar ekan. Ya'ni tibbiyot akademiyasi deylar ekan, bir xil o'qitilar ekan. 6 yildan keyin yana 5 yil, misol uchun siz xirurg bo'lmoqchisiz, lor bo'lmoqchisiz, o'shanaqa mutaxassislikka bo'lib o'qitilar ekan, 11 yilda doktor bo'lib chiqar ekan. Yoqqan tarafi, misol uchun biz bolalar shifoxona institutida o'qiganmiz. Ma'lum bir kursga borgandan keyin biz kattalar doktori bo'lgimiz kelib qoladi. Unda biz keyin kattalar doktoriga o'ta olmay qolamiz. Yoki aksincha, kattalarda, masalan, lichfaklarda o'qiydigan, davolashchilikda o'qiydigan bolalar 3-4 kurslarga borgandan keyin bolalar shifokori bo'lgisi kelib qoladi. Ular keyin bolalar shifokoriga o'tishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun bo'ladi, 6 yil bolalarga ham, kattalarga ham ba'zi o'qitilar ekanda, o'sha 6 yil butun odamni tanasini, anatomiyasi, fiziologiyasi, patologiyasi, kasalliklarni o'qib bilib olgandan keyin 6 yildan keyin qiziqib, xohlasa kattalar doktori bo'lsin, xohlasa bolalar doktori bo'lsin.
o'sha 6 yildan keyin 5 yil keyin ular o'tib ketaverar ekan o'sha sohaga. Bizga misol uchun yoqqan tarafi shu. Gapiraman desam ertalabgacha gapirib o'tiraveraman. 2 soatdan keyin onlayn translyatsiyamiz boshlanadi. Va alaykum assalom. 95 profilidan shuning uchun onlayn translyatsiyamizda qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa batafsil javob beramiz. Bemalol gruppamizda chat turibdi. O'sha yerga sizni qiziqtirgan savollarni yuborib yuborsangiz, hammasini ko'rib, siz savollaringizga onlayn javob beramiz. O'zingizni ehtiyot qiling, kasal bo'lmang. Turkiyadan Muhsinjon Alimov.